Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mehmonini ikrom qilmagan, hurmat qilmagan odam bizdan emas dedilar. Kunlarning birida payg'ambarimizning huzurlariga bir kishi uzoqdan keldi. Uzoq yurtlardan bir musofir keldi. Rasululloh bu mehmonimizni kim ikrom qiladi? Kim bu kishiga ziyofat beradi deb so'raganlarida Abu Talha ismli bir sahobiy qo'l ko'tarib, "Ya Rasululloh, men olaman bu mehmonni, men bugun uyimga olib borib mehmon qilaman" dedilar. Ocharchilik yillari, qahatchilik vaqti, qishni sovuq kunlari, tunlari. Xufton namozidan keyin mehmonni olib uyga bordilar. Uyga borsalar, buni Abu Talha bilar edi aslida. Uyda 3 kundan beri ikkita yosh bola och, o'zlari deyarli och. Bugun uyga ozgina bir taom kirgan. U kirgan taom bir kishiga yo yetadi, yo yetmaydi. Mehmonni ko'rgan Abu Talhani ayollari hayron qoldilar. "Ey Abu Talha, nima qilyapsiz?" Abu Talha bolalarini bir imkon qilib uxlatishlikka buyurdilar ayollarini. Bolalar och qoringa uxlashdi. Taom tayyor bo'ldi. Olib kelib dasturxonga qo'yilgandan so'ng yana Abu Talhani talabi bilan sekin qulog'iga aytib qo'ygan edi ayolini. Bir xiyla bilan shamchiroq o'chirib qo'yildi. Shamchiroq xuddi tugab qolganday bo'ldi. G'ira-shirada qorong'ulikda dasturxondagi taomni mehmon yer edi. Abu Talha esa mehmonning yonida o'tirib xuddi qo'lidagi qoshig'i bilan taom yeyotganga o'xshab yolg'ondakam bir ko'rinish berar edi. Maqsad mehmonning qorni to'ysin. Mehmon to'ydi, yotdi, uxladi, ertalab tong sahar bomdod namozini ado etishlik uchun mehmon bilan birga masjidga chiqdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Talhani yonlariga chaqirib, "Bu kecha mehmon bilan nima qildilaring?" dedilar. Abu Talha esa qo'rqib ketdi. "Ya Rasululloh, mehmonni haqqini ado eta olmadikmi? Mehmonni yetarlicha ikrom qila olmadikmi?" deb qo'rqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Dahikallohu al-laylata min fi'alikuma." Alloh bugun bu kecha siz eri xotinni qilgan ishinglardan tabassum qildi, kuldi. Allohning kulishi, Allohning tabassum qilishi bor narsa azizlar. Alloh rozi bo'lgan narsasidan, yaxshi ko'rgan narsasidan, xursand bo'lgan narsasidan kuladi. Siz eri xotin ikkalalaringizni bu kecha qilgan ishinglardan Alloh taolo kuldi, mamnun bo'ldi va oyat nozil qildi. Va yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'z nafslaridan ustun ko'radilar boshqalarni, agarki o'zlari uchun zarar bo'lsa ham, ziyon bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham. Mana bu oyat Abu Talha va u kishining ayollari haqida nozil bo'lgan ekan. Haqiqiy mo'min odam mehmonini, boshqalarni o'zlaridan ustun ko'radilar, agarki o'zlarini zararlariga bo'lsa ham oyati Abu Talha haqlarida nozil bo'ldi.